Yong'ochotda quritilgan mevalarga mana kelyapmiz. Ulgurji bozor. Bozor faqat juma kuni ishlayotgan ekan, hali ham. Boshqa kunlar ishlamas ekan. Optim. Biz hozir Qibraydagi o'sha Optim quritilgan meva bozoriga keldik. Bu yerda hozir narx-navoni sizlarga yana tanishtirib berishga harakat qilamiz. Bundan 2 yil oldin bu yerda obzor qilgandik. 2 yildan ancha narsalar o'zgarib ketibdi. Yo'llar asfalt bo'libdi. Istanki shlagbaumlar qo'yilibdi. Hozir soat 10 bo'lishiga qaramay, odam sredniy, menimcha ertalab zo'r bo'lgan bo'lsa, hozir yana bozorni sizlarga obzor qilamiz. Adresiga keladigan bo'lsak, lokatsiyasini описаниеga yozib qo'yamiz. O'sha описаниеni kopiya qilib turib, o'sha o'zingizlarning ilovalarga, Yandexgami yoki boshqa ilovalarga, Google'gami stavit qilsanglar, lokatsiyasini ko'rsatib keladi. Qani endi birga obzor qilamiz bu yerga ketdi. Bu bozor juma kuni ishlayotgan ekan, faqat boshqa kunlar ishlamas ekan. Frukti choylar, mana shu turishi 12 ming dedingiz. 10 ming, 12 ming. 10 ming, 12 mingga aylanadi. Kilosi 40 ming ekan. Bunga 10 ming, 10 mingga aylanadi. Mana 10 ming har xil. Har xil giyohli choylar-da bular. Ichimli, ya'ni davleniyani tushiradigan foydali choy. 10 minglarga bu. Kilosi necha pul bo'pti? Kilosi 40 ming. Mana shu okamlar 150 gramm. Mana shu okamlardan kelib olib ketaverasizlar. Optimga bular dastavka ham qilib berishar ekan. Yandexdan chiqarib yuborasizlar-da. Mashina ham bor, taksi ham bor. Nomerligini tagiga qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar ham bo'ladi. 40 mingdan mamlarichi? 130 ming. Mamlisichi? 70-60 ming. Bunisi 100 ming so'm, 90 ming. Bodomlar nechi puldan ekan aka? Odamlar 80 ming so'm, 120 ming, 130 ming, bu ham 130 ming so'm. Mana pistalarchi? 170 ming, 160 ming, 175 ming. 170 ming dedingiz a? Gaji nechi pul ekan aka? 130 ming beradi. Gaji 130 ming. Yeli nechi pul ekan hozir? Mana 50 ming, 60 ming, 70 ming, 75 ming, 60 ming, 80 ming. 80 ming, 60 ming, 55 mingdan-da. Iymanmi? 50 ming. Narx-navosini 26-iyunga ko'ra obzor qilamiz. Ertaga narx-navo o'zgarib ketishi mumkin. O'shanga bu yoqda Optim sotiladi. Mana holvalarning narxi 15 ming so'mdan ekan. Mana shu turishi. Har xili. Sizlar necha puldan olsizlar? Mana konteynerda holvalar kilosi 40 ming so'mdan ekan. Mana bu yer turishlar sal qimmatroq bo'ladi, sababi o'rikni ko'p o'riklarni sovurib ketdi. 45 ming, 55 mingdan sotishayotgan ekan. Shipolniklar 27 mingdan ekan. Yong'oqlaringiz necha puldan ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bular o'rtacha narxi 45 ming so'm. 45 ming so'mdan, ha? Bularichi? Buni ikki xili bor. Hozir ko'rsa tugab qoldi-da. Buni 75 mingligi bor, 60 mingligi bor. 60 mingligi bor. 55 mingligi bor. Bularchi? 40 ming. 40 ming. Keyin mana bunaqa maydalanganlari bor. Bular necha Bular puldan? 38 ming. Naboda endi bu yoqqa kelish imkoniyati bo'lmay qolsa sizlarda dastavka ham qilib berasizlar Yandexdan. Tagiga nomerligini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib dastavka qildirishingiz mumkin yong'oqlarni. Yo'ldan cho'tka qilib qo'yishibdi, baraka topsin. Kichkina mashinalarga 5 ming so'm, katta mashinalarga 10 ming so'm ekan. Soat farqi yo'q. Xohlasanglar 2 soat, xohlasanglar 3 soat ishingiz bitguncha ish qilib ketaverasizlar.